Navoiy viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Sunnatilla Nazarov tomonidan Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Ushbu uchrashuvda viloyatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan 200 dan ortiq tadbirkor ishtirok etdi. Tadbirda davlat rahbarining 2024-yil 19-martdagi kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 50-sonli farmoni, mazmun mohiyati va mazkur hujjat orqali tadbirkorlar uchun yaratilgan qulayliklar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Muloqot davomida ishtirokchilarning dolzarb masalalari tinglanib, xususan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovdan hosil bo'lgan ortiqcha summani qaytarishda amaliy yordam ko'rsatish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar uchun soliqlarni hisoblashda kamaytiruvchi koeffitsiyentni qo'llash, yer toifasini o'zgartirish va yer solig'i hisobotlarini to'g'irlash kabi masalalar muhokama etildi. Tashkilotimizda muammo shundan iboratki, 2024-yil qat'iy belgilangan soliq turida faoliyat ko'rsatganmiz. 2024-yil dekabr oyida alkogol mahsulotlarini chakana savdosi bo'yicha litsenziya olib, qo'shilgan qiymat solig'i turiga o'tdik. Lekin bugungi kunga qadar korxonamizda o'sha qat'iy belgilangan soliq turi natijasi hisoblanayotganida o'sha masala bo'yicha savol berdik. Bu bo'yicha o'sha tegishli bo'limlarga ko'rsatma berdi va bizga o'sha yozma ravishda korxonaning nomidan ariza tashlashimizni va ko'rib chiqib, o'sha dekabr oyidan boshlab o'sha natijani to'xtatib, to'langan soliq to'lovlarimiz ortiqcha bo'lib hosil bo'lib qolgan taqdirda hisob raqamimizga qaytarish va bo'lmasa boshqa soliq turiga o'tkazish bo'yicha tushuntirish berildi bizga. Muloqotda viloyat soliq boshqarmasining tegishli bo'lim boshliqlari, sohaga aloqador idora va tashkilotlar vakillari ishtirok etib, har bir murojaat qonunchilik doirasida o'rganildi hamda ularni hal etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar va muddatlar belgilandi. Bunday ochiq muloqotlar tadbirkorlik subyektlarining huquqiy savodxonligini oshirish, mavjud muammolarga tezkor yechim topish va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.